Bugun xudo xolasa 1-iyulda yomg'ir medalab turibdi. Hammaga assalomu alaykum. Urganch Dekkon Moza dollar kursi bilan Infibankni aytamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib ko'raveramiz. Bankdan meni pasaytirib beribdilar. Akşam 1.206 edi. Bugun уже 1.191 bo'lib qolibdi. Nechik? Xullas bozorga borib bozordagi holatni o'rganamiz. Necha so'm turibdi bozorda? Videomuzni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, kanalga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib, bizdan informatsiya sizlarga. Bozorga kelsak, bozor baland ekan bankdan ko'ra. Agar sizlar Chilonzordan ijaraga kvartiraga kelsa, Chilonzor 11-kvartal, 15-kvartalda kvartiralar bor. Uy egalarining telefon nomerlarini qoldirma ekranda. Murojaat qilaverasiz. Studentmi, ham liboy alama beriladi, komissiya puli yo'q. Ko'ri zo'r. Keyin bozorga kelsak, bozor $100 1.190 dan 1.195 dan olib o'tdilar. Rubl 140 ming so'mdan 145 ming so'mdan 1000 rublimiz o'tibdi. 1000 tanga shu durishda turibdi, 24 ming so'm 1000 tanga. 100 euromiz o'tibdi, 1.350 ming turk bilan 1000 liramiz 250 ming patologi. Dollar bilan rublni satışında 5 ming so'mdan 10 ming so'mdan 17 üstünde. Tangalarda 1200 ming so'm 17. Lira, euroda 50 mingdan 100 ming üstünde 17. Bugun yangiliklarimiz shuning. Sog' bo'linglar, bizga kuzatishni davom qiling.